2022-yil avgust oyi. Bangkok ostidagi bir qiz butun internetni portlatib yubordi. U BTS a'zosi Jungkookning o'limi uchun uning rasmlariga qora sehrlar o'qib, video tariqasida o'zining TikTok akkauntiga joylab bordi. Bu qo'rqinchli videoni ko'rgan armiylarning jahli chiqdi. Armiylar Bangkokning rasmini, yashash manzili va u haqida barcha ma'lumotlarni topishdi. Armiylar ham Bangkokning rasmiga qora sehrlar o'qib, video qilib internetga joylab borishdi. BTS a'zosi Namjoon esa bu vaziyatga jim qarab tura olmadi. U Bangkokning oyisini topib, qizi nima ishlar qilib yurgani haqida gapirib berdi. Bangkokning oyisi esa xavotir olmang, hammasini o'zim hal qilaman dedi. Shundan so'ng esa Bangkok ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bundanda qiziq ma'lumotlar va kunning eng qaynoq yangiliklarini bizning kanalimizdan topishingiz mumkin. Obuna bo'lishni unutmang.